ko'rdim, 4 ta non olib borganingni gapirasan. Endi boshliqqa tez narsa olsam, lavozimim tezroq ko'tariladi dedi. Sen qorni to'q odamni to'ydirib yuribsan. Agar opangdan xabar olsang, mansabingni bilmadim-u, lekin martabang oshadi. Dada, meni ham o'zimga yarasha tashvishlarim bor. Ishxonamda o'rnimga ko'rsatib turganda qancha. Yana xudo urib ishdan bo'shatib yubormasin. Ey bola, bir narsani yaxshi bilib ol. Xudo ursa, boshlig'ingga paxta qo'ymaganing uchun emas, opangdan xabar olmaganing uchun uradi. Opang bir oydan beri do'kondan qarzga narsa olib yeyapti. Sen ahmoq bo'lsan, lavozimni o'ylayapsan. Tog'ajon ekan, rahmat. Osh bo'lsin qizim. Nima qilarding shuncha ovora bo'lib kejon? Hamma narsamiz bor edi. Kecha pochchang ham pul jo'natgandilar. Hammasidan xabarim